Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Comfort Tuning asoschisi men Muhammad Habibulloh. Bugundan boshlab обучение o'rgatish amaliy darslarimizni videoga olib qo'yib borishni harakat qilamiz. Bugungi darsligimiz Magicar 101 modelini mexanika bo'lgan Matiz avtomobiliga o'rnatish haqida bo'ladi. Birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qismga bo'lamiz. Birinchi qismda to'liq miyani ishlatishlikni, undagi simlarni qanaqa ulashishligini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qismda xudo xohlasa skorost datchikni mexanika holatida faqat xolastoyda zavat qilishlik uchun datchikni qanaqa qo'yishlikni va skorost ko'rganda, pultdan zavat qilganda yurib ketmasligi uchun nima qilishlikni ko'rib chiqamiz. Uchinchi qismda bo'lsa apshifkani yechib ichki tomonidan oyna ko'taradiganni ulashlikni va sentralniy markaziy nazorat qiluvchi zamokni ochib yopadigan narsani qo'yishlikni ko'rib chiqamiz. Bizani pulli kurslarimiz, amaliy darsliklarimiz boshlangan. Hozir 4 ta bola Samarqanddan, Surxondaryodan va 2 ta Xorazmdan o'quv kursiga kelgan bolalar bor. Neo Cartooning o'sha profil asos solganmiz. Shu bolalarga hozir darslik jarayonida siz aziz kuzatuvchilarga ham qanaqa simlarni qayoqqa ulashlikni ko'rsatib chiqishga harakat qilamiz. Matiz plastmassasini deyarli hamma qanaqa yechishlikni biladi. Sal-pal ustachilikdan xabari bor akalarimizga ma'lum va pastidagi simlarni ham hozir tushuntirib o'tamiz. Xo'p, ana endi bolalar, meni kuzatayotgan yonimdagi qadrdonlar, hozir men shtekeri qaytib joyiga tiqaman. Joyiga tiqdim. Har doim kontrolkada to'g'ri ishlashligiga harakat qilamiz. Xo'p, mashinani kaliti shu yerda, kontrolkamiz bor. Kontrolka bu o'zbekchasiga nazorat qiluvchi narsa. Nazoratchi desak, qisqa va unda bo'ladi. Kontrolka deyiladi ruschada, inglizchada ham kontrol so'zi bor. Ana endi mashinani temir detallarida deyarli hamma joyida har doimgi minus massa bo'ladi. Ya'ni 0 tok bo'ladi, xullas 0 bo'ladi. Undan keyin uni kontrolkamizni bitta qistiradiganini qattiq temir jismga qistirib olamizda. Mashinani zamokini orqasidagi, kalitning orqasidagi elementdan har doimgi plyus topib olamiz. Har doimgi plyusimizni elementiga eng tepada joylashgan sim bo'lib, toza qizil rang bo'ladi. Hech qanaqa palasasi bo'lmaydi. Har doimgi plyusligini kontrolkani uchini bitta tek qissak, chiroq yonadi. Bu har doimgi plyus. Qolganlariga tekkizsak, hech narsa yonmayaptimi? Bu degani qolganlarda tok yo'q. Har doimgi plyusni qizilligini aniqlab oldik. Ana endi kalitni tiqamizda bizga zajigание kalitni bitta, ikkita buraganda plyus tok keladigan sim kerak. Uni topib olamiz. Ana endi mana tabloda hamma chek chiroqlari, tablolar yonadi, pechkalar ishlaydigan holatga o'tadi. Mana eshitilyapti sizlarga. Mana shu holat zajigание, ya'ni kalitni 1, 2 buraganimizdagi tok keladigan sim. Mana bunga ham qaranglar. Bitta, ikkita qaytaramiz. Bitta burasa tok kelmadi. Bu magnitofon simi ACC 1 deyiladi. ACC 1, aksessuar 1. Bu ACC 2, aksessuar 2 ketdi. Plyus keldi. Xo'p. Plyusni aniqladik, через zajiganyani ikkinchi buralgandagi plyusni aniqladik. Ana endi starter simini aniqlab olamiz. Starter simi Matizda, xolastoyligini mashinani tekshiramizda. Zajiganyani bundoq qilamizda, mana bu yerda mana bitta ko'rsatib qo'yaman men. Xo'p, bitta kim ushab turadi mana buni? Xo'p, shunday ushab turamiz. Xo'p, har doimgi plyusimiz mana bu ekan. Tepadagi sim qizil sim ekan. Uni shunday pastida qalinroq qizil va sariq chiziqli sim bor. Bunimizni через zajigание 1, 2 tok keldi. Va yana bittasini starterni tekshiramiz. Starterimizda mana bu sariq sim bo'ladi. Sariq sim tushib, mana bu ochuv joyi bor. Buni bunday qilamizda. Mashinani xolastoyligini tekshiramizda, starterni qo'shamiz. Mana bunday qilsak ko'rinadi mana. O, yana bitta qaytaramiz mana. 1, 2. Starter simiga tok keladi.
qo'shib turganimizda plus tok keladi. Zavod bo'lgandan keyin kaltni qo'yib yuboramiz, zajgani holatiga o'tib qaytadi tok. Bo'ldi. Ana endi simni ulaymiz. Magikardan bizi qalin simlarini shtekeridan alohida har doimgi plus zajgani starter simini ajratib olganmiz. Buni Magikarni blokka chiroyli bo'lishligi uchun orqadan simni olib o'tamiz. Orqadan simni olib o'tamiz. Xo'p, har doimgi plusga Magikarni shtekeridagi katta toza qizil rangli simni ulaymiz. Yaxshilab siqib burab olamiz. Burab olganimizdan keyin izolenta qilamiz. Izolentani diqqat qilamiz. Bunda ochamiz-da, barmoqni tagiga qo'yamiz-da, tirsat uzamiz. Uzganimizdan keyin simni pastrog'idan o'rashni boshlaymiz. O'rab sekin tepaga chiqamiz. Yaxshilab o'rab olamiz. Video graf bolamiz, videoga oluvchi bolamiz sizlarga videoni zo'r yetkazib berayotgan bo'lsa, albatta kommentariyada Azamat, baraka top deb yozib qo'yinglar. Bu bolaning ismi Azamat, asli Jizzaxlik ukamiz. Xo'p, har doimgi plus izolenta qilish yaxshilab diqqat qilamiz. Qanaqa izolenta qildim? Simni ochiq joyiga izolenta razmerida 1 sm-cha ortiqchasi bilan pastini ham, tepasini ham izolenta qildim. Xudo xohlasa endi sim chiqib ketmaydi. Zo'r turadi. Tushuntira oldimmi? Ana endi через зажигание ACC2 bo'lgan sim Magikarda toza yashil sim, ya'ni hech qanaqa chiziqsiz yashil simni mashinani ACC2 kalitni 2 marta buraganda plus tok keladigan simga ulaymiz. U sim Matiz mashinasida plussi tagidagi qizil sariq chiziqli sim edi. Xuddi shunaqa izolentani sim ochiq joyidan boshlaymiz, pastrog'idan tepaga sekin ketamiz. Hech qisi yo'q, ukajonim, kontrolkamiz shunaqa ovozi bor. Tit qiladi. Yaxshilab izolenta qilamiz. Mana. Izolenta qilganinglardan keyin ukam 1 minut 30 sekundga tiqib bersang qoyil qolardim. Tiqaman. Zo'r chiqadi. Ha, konkretniy tirs joylardan Instagramga. Qizil simmanmi, sariq simmanmi, tirs. Xo'p. 20-videoni grups qilamiz. Relay ulangan hozir. Relayni ham tushuntirib beraman jarayonda. O'zi aslida avtomat korobkalarga ham Magikardan, katta shtekerdan sariq sim starter simi bor. O'sha mashinani starter simiga ulanish kerak. Hozir bunga mexanika mashinaga через relay ulangan. Hozir relayni ham tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib relaydan chiqqan sariq simni mashinani sariq starter simiga ulaymiz. Magikardan zavod qiladigan knopkasini, ikkinchi knopkani ushlab tursa, Magikardan zavod bo'ladi, eskichalarda. O'sha paytda blokda relaylar qo'shiladi-da. Qizil через zajganiga tok beradi miyada, Magicar miyasida. Keyin sariq simga через relay plus tok keladi. Shuni hisobiga mashina zavod bo'lib beradi. Tushundinglarmi? Pultdan. Xo'p, starter simini uladik. Endi buni ham izolenta qilamiz. Shöyle bir savol bor. Aha. Hozir siz blokdan chiqqan sariq simni promoy starter o'ziga Yo'q, uladingizmi? unaqa qilmadim. Через relay uladim. Bitta relasi bor. Ha, o'sha relayni olib tushuntirib beraman senga. Keyingi savol boshqa berilmaydi. Video orqali. Ha. Video payt Bemalol ukajonim gaplashaveramiz. Bo'ldi, sariq simni ulab oldik. Xo'p, ulab olganimizdan keyin bu yerda yana bitta oq sim bor, Magicarni qalin oq simi bor. Bu o'zi
Bu ham atsitsi 2 deyiladi. Ya'ni kalti bitta 2ta buragandagi pechkalar, isitish tizimi, sovutish tizimiga ulanadigan sim. Lekin Matizda shunaqa ishlanganki, zajigani yoqilganda sovutish tizimi ham shundoq to'g'ridan to'g'ri ishlab ketadi. Lekin Lacetti'larda, yana qaysi mashinada? Spark'ga eskichasida unaqa emas. Alohida ulash kerak. Tushundinglarmi? Bunda bitta yashil sim bo'lsa kifoya. Hejirdan garuvchi zavod qilganimizda yashilga to'k kelsa, pechka-mechkalar konsertlar yoqib qolib ketgan bo'lsa ishlayveradi. Tushundinglarmi? Ana endi men sizlarga relayni qisqacha tushuntiraman. Mana bu yerda mana bitta relay bor, qaranglar. Bitta relay bor. Ko'rdinglar relayni. Endi relayni ishlashini hozir mana bu yerda soddaroq qilib tushuntiraman. Bizda relaymizda bundoq qilib qiyshaytiramizda. Qarab turamiz, qaranglar, bolalar. Xo'p. Eshitamiz. Relayda raqamlar bor. Deyarli hamma universalli relaylarda raqamlar bor. 30, 85, 86, 87. O'rtadagi oyoqchasi bizga kerak emas. Bu tizimda kerak emas. Boshqa mavzuda gaplashamiz. 30 bilan 85 ni bitta qilib, ikkalovini simini bitta qilib, Magikardan chiqayotgan starter sariq simga ulaymiz. Shunda qachon pultdan zavod qilganimizda plus tok bunga keladi. Bunga kelgandan keyin qachonki 86 ga har doimga minus, har doim o'zi minus tok kelsa, ichidagi kontakt chiqqitib qo'shiladi-da, 87 dan plus tok chiqadi. 30 dan kiritganimizni 87 dan chiqarib beradi endi. 30 dan kirgani 87 dan chiqadi. Qachonki bittasida plus bo'lib, bittasiga minus kelsa, yoki bittasida minus bo'lib, bittasiga plus kelsa, bizani mexanika mashinamizda skorost datchik qo'yganimizda minusovoy sistemada tizimda ishlatamiz. Nimagaki o'tda temirdan yasaymiz-ku. Temirga plus bersa, unda bizga muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun ustalar shuni ixtiro qilganki, o'zbekistonlik ustalar minus tizimda ishlaydi. Qaranglar. Xalastoy bo'lganda 86 ga minus kelib turadi. Qachonki pultdan zavod bo'lganda minus kelib turganini hisobiga 30 bilan 85 ga plus tok keladi-yu, 87 ga mashinaga o'tib ketadi. Shuni hisobiga xalastoy bo'lgan holatda mashina o't oladi, xalastoy bo'lmagan holatda o't olmaydi, zavod bo'lmaydi. Tushundinglarmi gapimni? Bitta o'zingizlar qaytaringlar. Nimaga edi? Kim eslab qoldi? Qani? Magikardan kelgan sariq starter simini mana bu 85 mi bu? Ha? 85 bilan 30 ga ikkalasiga bitta qilib ulanadi. Keyin mana bu 86 ga skorost datchikdan keladigan minus simini ulab qo'yamiz. Buni esa tepaga elementga ketadigan tarafiga ulaymiz. O'shanda mana bu skorost datchigimizda xalastoyda tursa, minus kelib tursa, o'sha paytda starter qo'shib beradi. Plus tokini qo'shib o'tkazadi. Ha. Qachon skorostda bo'lsa, mashina zavod bo'lmaydi. Tushundinglar ishlash tizimini. Mabodo qiynalsanglar yana so'raysizlar. Yana alohida tushuntirib beraman. Videoda ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, bizni oqqa ulamadik, pechka simini ulamadik. Nimaga edi? Mashinani zajigani tizimiga pechka ham birato'la ulangan, to'g'rimi? Ana endi men sizlarga akkuratni zo'r ishinglar chiroyli bo'lishi uchun qanaqa qilib izolenta qilishlarini ham ko'rsatyapman, bolalar. Shunaqa ishlanglarki, sizlardan keyingi usti ochganda ham gap bo'lishi mumkin emas, devorsin. Tushundinglarmi? Oq simni men ortiqcha qilib qoldirganim kelajakda bu mashinani egasi Magicar signalizatsiyami, boshqa mashinamga o'tqizaman desa ham oq simimiz qovursin. Zarar qilmaydi, tegidan chop tashlamaylar. Mana izolenta qilishga o'rayapsizlar. Izolentani o'raydigan narsani, qoplamani hech qachon ayamaylar. Chunki Magicar qo'yishlik xizmat haqqimiz hozirgi kunda Toshkent shahrida 350 ming so'm. Lekin izolenta 15 ming so'm tursin. O'zi aslida bitta izolenta to'liq ketmaydi. To'liq ketsa ham arziydi. Tushuntira oldimmi? Meni ham ol bunda, ukajonim, bunaqa vaziyatlarda. Shaqlat. Ha, izolenta ko'rdinglar qanaqa qilganimni? Sim orqadan keldi.
Hozircha blok osilib turibdi, oxirida cho'tki bo'ladi. Mana sim zavodskoy ko'p bo'lib turgan joydan sim keldi. Endi elementni qaytib tiqamiz. Elementni ham chiqazayotgandachi bolalar, mana bu yerda tepasida shtekер bor. Shtekerini har doim minus atverkada yoki bo'lmasa ingichka narsada bundoq qilib ko'tarib chiqarsanglar, sinib qolmaydi. Elementni mana bu yerda qotiriladigan narsasi bor. Agar sizlar ehtiyotkorlik qilmasdan, qimillatib bundoq qiyshaytirib tortsanglar, sindirib qo'yishingiz mumkin. Bu mashina oddiy mashinami, Zaporojetsmi, velosipedmi, sizlarni oldingizga ish qildirmoqchi bo'lgan odam o'zini mashinasini unga qadrli. Bu sizlarga omonat qilib topshirildi, uni chiroyli qilib qaytib topshirishingiz kerak. Shuning uchun qo'pol ishlamanglar. Bu yerda hozir nechta sim bo'ladi? Mana bu yerda tepada. 3 ta sim. Nima? Starter, Aha. assisi, Aha. постоянный плюс. Mujiksan, 5 tacha. Xo'p, endi davom etamiz bolalar. Endi pastda o'laydigan narsalarimizni ikkita pavorotni simi, keyin ochdi yopdi simi, undan keyin har doimgi minus, keyin bu yerda bagaj ochdi sim ham bor. Bizga bagaj ochdi sim kerak emas, chunki Matizda. Lekin xudo xolasa agar ko'rstinglar deb komment yozishsa, qanaqa senter zamok qo'yib Matizni ham pultdan ochadigan qilishning imkoniyatini ko'rsatib beramiz. Faqat komment yozib qoldiringlar. Ozgina videolarimizni ko'proq odam ko'rsin. Ha, mana bu oq sim Serena'ning simi. Serena villaydigan karnigini simi. U kapotga chiqib ketadi. Uni ham hozir ko'rsataman. Bu yoqda kichkina shtekirda men ko'k simni har ehtimolga qarshi olib qoldim. Bu pagerdan yopganda minus tok chiqib turadigan sim. Keyin sariq qora chiziqli sim bor, keyin qizil qora chiziqli sim bor. Bularni hozir ulaymiz endi. Endi mana anaqamiz tugab qoldi. Ikkinchisini olib chiqsanglar xursand bo'lardim. Kerak endi bizga. Xo'p. Endi pastga kiramiz, ukajon. Sanga sabr, ukajonim. Xo'p, endi bizni mana bundoq qilsangiz zo'r bo'lardi. Bitta tochkasi ko'rib olayman, bundoq qilaman. Stekerni 3-stekerni ham bundoq qilaman-da. Nimani? Ha, malades, lekin ishga ishtiyoq qilsa ekan, oshyapti. Xo'p. Bundoq qilamiz-da. Bundoq qilamiz-da, hammasini chiroyli qilib birlashtiramiz-da. Bitta tutam teparoqdan qilsanglar, eshitdinglar. Stekerlarni chiqazib tiqishinglarga qulay bo'ladi. Tushundinglarmi? Mana taqab qo'ysanglar, chiqarib tiqishga neudobniy bo'ladi, noqulay bo'ladi. Shuning uchun bir tutam tepadan qilib qo'yinglar bo'ldi. Mana bundoq qilasizlar. Xo'p, endi bu simlarimizni ham hop, bundoq qilib, bundoq qilsa deb o'ylaymiz-da, akkuratni bo'lishi uchun hamutda tortishlarini cho'tki qilib tepaga tortsak, bu simlarimiz to'ppa-to'g'ri. Hop, bundoq oxirida men senga o'zim olib beraman, ukajonim. Ma'qulmi? Hop. Buni biza qaranglar. Sim V harfida yoki Y harfida bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ha, bu yoqdan ko'cha sim keladi, tepada hamutda tortadigan joylardan burilib pastga tushib ketadi. Tushundinglarmi? Pastga akkuratni tushadi. Yana hamutda tortasizlar. Keyin mana bu top simlarni ulanadigan joyi deyarli hammasiniki bitta joyda. Faqat bu yerdan bitta seriyani tepaga qarab ketadi. Kapotga. Qolgan hammasi deyarli bitta joyga, bitta yig'indiga borib ulanadi. Shuning uchun bundoq qilamiz-da. Akkuratni izolenta qilamiz. Mana belidan bitta. Keyin mana bu yerda haytillardan teparoq joyini bitta izolenta qilamiz. Bu yerda aslida simlar juda ko'p, lekin hozirgi videoda sizlar Matiz avtomobiliga kerakligisini eslab qolsanglar bo'ldi. Ma'qulmi?
hamma mashinaga xudo xolasa ketma-ketlikda qo'yib boramiz. Endi bizi kontrolkada ishlaymiz. Elementimiz tiqilgan, zajiganiyamiz yonadi. Kontrolkani bitta uchini har doimgi minusga qistirib qo'yamiz. Pavorotning simini topish uchun Matizda pavorotning yoqqanda qaysi simga plus keladi, shuni tekshiramiz. Xo'p, ketdi. Bu yerda hammasini aniq-tiniq ochib qo'yganmiz. Matizda mana bu yerda ko'k shtekir joylashgan bo'ladi pastda. Ko'rishga harakat qilasizlar. Mana bu yerda turadi. Buni shtekirni chiqazib qo'yishgan ekanda, mana bu yerda turadi. Ana endi shu ko'k shtekirda ko'k oq chiziqli sim va ko'k toza sim bor, ya'ni chiziqsiz sim bor. Ko'rindi? Endi shuni kontrolgani bitta uchini minusga beramiz. Mana ushlab turinglar. Videografga xalaqit bermasin. Kontrolgani beringlar, mana buni ham ushla. Ha. Ana endi kontrolgada tekshiramiz mana. Buni mana bundoq qilib ko'k shtekirni o'sha ko'k chiziqlar simi bor qatordan pastga qarasak, o'zingizga qaratib olsanglar, chap tarafdan ikkinchi teshikdagi sim pavorotning bitta similigini mana chap tarafga yoqqanda pavorotning plus tok kelyapti. Xo'p, endi o'ng tarafga yoqqanda bunisiga plus tok kelyapti. To'ppa-to'g'ri adashmadik. Endi sal kengroq ochamiz-da, bunga simulaymiz. Mana barakalloh. Hozircha endi yopib tursin, endi ishlashga qo'ya qo'y iltimos. Mana. Endi bizaga Mamutdan bu qilamiz-da. Mana bundoq qilsak, tepani analizini olamiz-da. Blok bundoq turadi, farazan bizani simimiz masjiddan bundoq keladi-da. Shu yerda kesiladi. Xo'p. Bundoq qilamiz-da. Masjidda kesamiz-da. Ikkita uchini ochamiz-da. Ana endi simimiz qayerdan kelyapti? Tepadan kelyapti, to'g'rimi? Tepadan olib kelib mana shunday qilib ulaymiz. Bunda aslida chap o'rnini farqi yo'q. Tushundinglarmi? Ulasanglar, pultdan bosganingizda, har doim bosganingizda обычный holatda, oddiy holatda ikkita siyoh rang simga Magikardan plus tok chiqadi. Shuni hisobiga pavorotnik chiroqlari yonib beradi. Mana. Endi buni izolenta qilasizlar. Izolenta qilasizlar. Xo'p. Bundoq qilamiz. Endi bizani bundoq tepadan bo'lsa, xamutimiz bormi bizani? Zo'r bo'lardi olib chiqsanglar, bor. Bundoq qilamiz-da, hozir mana shu xamutdan qilib qo'ysak bo'ladi, birato'la. Xamut chegunigacha videomiz davom etishi uchun vaqtinchalik izolenta qilib turamiz. Bundoq qilamiz-da, simimiz akkuratli bo'lishi uchun addushi kirib ishlayverasizlar. Ana. Blokka ham orqaga joylashtirib turamiz vaqtinchalik. Ana endi biz davom etamiz. Xo'p, Magikarda deyarli hammasida simlarning rangi bir xil kelgan bo'ladi. Xo'p. Ingichka qizil, qora sim. Ha, mana bu ko'kimizni
bitta ishlab o'tdi. Ish tugadi, ko'kishda kirdi. Pavorotning simi borini. Teshigini boru eslab qolsanglar bo'ldi. Teshigi bir xil bo'ladi, o'rni. Ko'kishda kirdi, pastiga chapdan sanaganda 2 va 3 teshik. Shu pavorotning simlaridir. Albatta har doim zo'r usti bo'lib ketsanglar ham kontrolkada tekshirib ishlaylar. Bundoq qilib yig'indisini bundoq qilasizlar. Joyiga chiroyli qilib, ana tushdi, to'g'rimi? Endi bizaga mana bu eshik knopka simi bo'lishi kerak. Bu burchakda mana bu yerda oq shtekir bo'ladi. Qora shtekirlarning orasida joylashgan bo'ladi. Shuni mana bunaqa bosadigan tarafi o'ng tarafda turganda, shu qatordan 3-tepadan pastga sanaganda 3-sim. O'zi teshikda 4-sim. Faqat simlar bilan boshlaganda 3-sim. Rangi qanaqa? Rangi oq ekan. Endi hamma eshikni bitta yopib turamiz. Duch ishlar ukajonim. Ha? Qo'l bilan bosib tursam ham bo'ladi. Yopinglar, hop aka. Davay, ha. Nariyoni yopalamizmi? Yo'q. Kim aylanadi? Davay. Hop. Buni tekshirishlik uchun kontrolgani bitta uchini har doimgi plyusga tiqib qo'yamiz. Ana elementga tiqdim. Bundoq qilsam eng zo'ri bor-ku. Buni bitta tarafini, bu yog'ini plyusga beramiz. Mana. Shunda mana bitta tarafini plyusga berdim. Endi men oddiy temirga tek qilsam ham bu narsa yonish kerak. Mana yonyapti, ko'rdinglarmi? Mana yana yonyapti. Tepada har doimgi plyus bor. Kontrolkani bitta uchida, ikkinchi uchini bunga tekkazamiz. Minus tok kelib turadi. Qachonki eshik knopkani bossam yo'qoladi. Eshik knopkani qo'yib yuborsam minus paydo bo'ladi. Eshik knopkani bossam minus yo'qoladi. Eshik ochiq ko'rsatishligi uchun pagerdan albatta mana bu simni ulashimiz kerak. Qizil, ingichka qizil, qora chiziqli sim. Shuni ochamiz, ulaymiz. Shu simni ulamasanglar, Magic Carddan eshikni yopmaydi. Ma'qulmi? Ochiq deb ko'rsatadi. Ha. Yopadi-yu, villa anaqa ketaveradi, ha. Xo'p. Buni izolenta qilamiz chiroyli qilib. Bizda hozir har doimgi minus qoldi, ulanish kerak bo'lgan. Seriyanani plyus simi qoldi. Moy simi bor. Kontrol eshik knopkani asosiy bizani hamma bizada ommalashgan mashinalarga sindirib qo'ymay ukajonim. Xo'p aka. Eshik knopka har doim bizada ommalashgan hamma mashinalarda minusavoy tizimda ishlaydi. Tushundinglarmi? Xo'p, endi bizaga moy simi kerak. Moy simi kontrolkani bitta uchini minusga qistirib qo'yamiz. Bundoq qilib mana qistirdik. Xo'p, tok bor yo'qligini bundoq qilamiz deb bo'ldi. Minus tokimiz bor. Mashinani zavat qilganda, bemalol ishlayvergan. Xalastoy, mashinani zavat qilganda yana qaytib kirishingiz kerak ukajonim. Tepada oq shtekir bor, bolalar. Qaranglar, ko'k, orada bitta oq, oqini o'rtasida qora plasmassa ham bor. Shuni tepasida yana bitta oq sim bor. Shunda ingichka oq rangli sim bor. Bu mashina zavat bo'lganda plyus tok kelish kerak. Hop, bittasini bundoq qilamiz. Xalastoymi? Ko'rdinglarmi? Plyus tok keldi. Mana shu moy sim deyiladi. Moy datchik sim deyiladi. Ma'qulmi? O'chganinglarda do'li sekundda o'chadi mana. Qaranglar. Yondi. Ko'rdinglarmi? Sekin o'chdi.
Shtekerini eslab qolsanglar, mana tepada, eng tepada 3 tali shtekeri eng tepasida BSM shundoq yaqin edi joylashgan bo'ladi. Kuzovga yaqinroq joyidagi eng burchakdagi sim. Oq sim bo'ladi. Ha, birinchi tepadagi sim. Uni hop. Mana shuni sal ochamizda Magikardan kelgan sariq, qora chiziqli simni ulaymiz. Qachonki mashina o't olib, sariq, qora chiziqli simga plus tok kesagina avtomobil 10 daqiqa bo'lsa 10 daqiqa nastroykasiga qarab 25 daqiqa bo'lsa 25 daqiqa o't olib turadi. Hop. Mana ko'rdinglar? Unga Magikardan plistok bo'radimi shu? Yo'q, mashinadan ha, xuddi shunaqa. Magikar miyasiga shu simdan plistok boradi. Boshdan zavod bo'lganda, Zavod bo'lganda moy nasos, moy datchik. moydachik sim bilan plustok chiqadi. O'sha plustok Magikarning ichiga kirib boradi. Shunda minutini ushlab turadi bu. Agar bunga plistok bormasa, mashina bitta zavod bo'ladi, o'chib qolaveradi. Zavod bo'lganda his qilmaydi Magikarni. Plustok kirmasa Magikarga. Xo'p, endi biza 3-qismga olib qo'ygan simimizda Mamutda bitta yashil, bitta ko'k sim bor. Magikarda ham yashil va sariq sim bor. Bu sentr zamok simi hisoblanadi. Eshigiga qanaqa sim tortishni boshqa qismda ko'rsatamiz. Xo'p. Bittasi yopdi simi hisoblanadi, bittasi eshik ochdi simi hisoblanadi. Yashil rangi biza yopdi simga ulaymiz. Magikarda qalinligi juda qalinroq simlar shtekeri bor. Qalinligi o'rtacha bo'lgan shtekerlar bor. Va qalinligi ya'ni qalin emas, ingichka bo'lgan simlar bor, shteker bor. Juda qalin simlar, bu kuchli simlar har doimgi plus, o'tda har doimgi minus, zajiganya, ACC simlari joylashgan bo'ladi. Qalinligi o'rtacha bo'lgan simlarda sentr zamok simlari joylashgan bo'ladi. Juda ham ingichka bo'lgan Magicar shtekerlari simlari orasida eshik knopka, yengil toklar bilan ishlaydigan, o'sha simda joylashgan bo'ladi. Uch xil holatdagi shtekerdagi qalinlik bor. Ingichka, o'rtacha, juda qalin. Tushundinglarmi? Magikarda. Hozir uni ham xudo xolasa ko'rsataman. Xo'p, mana eshikka kirib ketgan simlarga bittasiga ochdi, bittasiga yopdi sim ulab qo'ydim. Mana bu ko'k simni sizlar uchun men mabodoga keyin bu videoda ko'rsatmayman. Bu blokirovka sim deyiladi. Magicar pultidan yopganda mashinga 250 mA tok chiqib turadi, minus. Tushundinglarmi? Buni magnitofonni blokirovkasiga ulasa bo'ladi, Undan keyin oyna blokka blokirovkasiga ulasa bo'ladi. Faqat Magicardan yopganda ishlaydi, lekin mana buni jiqqa tushirsa ishlamaydigan qilsa bo'ladi. Shuning uchun ishlatiladigan simlardan bittasi. Bu дополнительный funksiya, qo'shimcha funksiya simi. Xo'p, biza bu yerda bitta simimizni, xo'p. Qora simimiz bor. Qora simimizni o'zi men har doim vilkali qilardim. Kakrasi mana bu ukam ko'rsatgan. Mana vilkali qotirilgan sim bor. Ko'rindimi? Mana o'ngga. Ko'ryaptimi? Mana. Xo'p, mana mashitga
har doimgi minus berilgan. Shu sim chiqib turgan ekan, kakrasi vilkali. Sizlar ham 10 boltni yechib, iloji boricha vilkali nimaligini bilasizlar, temirchi bo'ladi, teshigi bo'ladi. Shu 10 ga qotirib qo'ysanglar, har doimgi minusinglarni kuzovdan olsanglar, zo'r bo'ladi. Tushundinglarmi? Hop, bu yerda bagaj bunimiz bagaj ekan. Bunimiz qalinrog'imiz har doimgi minus ekan. Ortiqchasini olamiz, uzamiz. Har doimgi minusi iloji boricha mashinani kuzoviga qotirib minus olsa yaxshiroq bo'ladi, xudo xohlasa. Endi buni izolenta qilamiz. Har doimgi minusligini ishonch hosil qilishingiz uchun kontrolkani bitta uchini har doimgi plyusga tepasini qistiramiz. Mana minusga bundoq tek qilsak, minus ko'rinadi. Mana bu yerda ham mana har doimgi minus bor. Ko'rdinglarmi? Buni ham izolenta qilamiz. Bu yerda bizada qolgan sim. Bagaj ochdi sim. Matizga ulanmaydi, chunki matizda zavodskiy knopkali yoki bo'lmasam senter zamok yo'q. Buni shu chiroyli qilib keyin yig'ib yuboramiz. Bu yerda ko'k simni tushuntirdim nimaligini. Mana bu serenani simi. Bizga serenani vaqtinchaligiga berib turilsa zo'r bo'lardi. O'zi bu mashinada bundan oldin mexanika bo'lganligi uchun skorost datchigi bor. Hozir shuni tekshiramiz, qanchalik yaxshi ishlayotganini. Skorost datchigini simi mana bu oradan kelgan bo'ladi, mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Uni ikkinchi qismda ko'rsatamiz. Lekin hozir sizlarga shuni qanaqa ishlashini ham ko'rsataman. Bittasini hop, plyusga qistiramiz. Plyus borligini bundoq qilib tekshiramiz. Mana bor. Ana endi skorost datchigidan kelgan simga bundoq beramiz. Xalastoyda bu ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Skorost datchigida muammo bor ekan bu mashinani. Ma'qulmi? Endi buni biz to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Buni ikkinchi qismda ko'rsatamiz. Skorost datchigiga relaydan chiqqan 85imiz bor edi. 85imizni minusga tekkizib, hozir pultdan zavod bo'lishini ham tekshiramiz. Uchini ochamiz. Xudo xolasa mejikar ishlashligi uchun hamma simlarini ulab bo'ldik. Bundoq qilamizda, biz bu yerga antennani mana bu temperatura datchigi, salonni temperaturasini o'lchab beradigan datchigi blok o'zida bo'ladi. Mana bu yerda plyusovoy va minusovoy tizimga o'zgartiradigan senter zamok ishlashini plyusovoy minusovoy qiladigan shtekeri bor. Bundoq qilsa minusovoy bo'ladi. Bundoq qilsa plyusovoy bo'ladi. Boshqa mejikarlarda bir-biriga beliga ulaydigan ichida shunda. Bu eskilarning ichida bo'ladi. Yengichlarini 905 dan boshlab tepasida u bunaqa shtekерning simida chiqqan bo'ladi. Minusovoy, plyusovoy. Ma'qulmi? Keyin mana bu yerda bularda peremichka degani bor. Avtomat korobkaga mo'ljallanib chiqarilgan pultda mexanikaga moslayapmiz. Shuning uchun peremichkani uzish kerak bo'ladi. Mana pultning ichida simi bo'ladi. Shuni belidan shunday chopib uzib qo'yish kerak bo'ladi.
Mana. Ko'rindimi? Mana. Mana simini uzib qo'ymasanglar, mashina zavod bo'lmaydi. Qachon simini uzib qo'ysanglar bo'ldi, miyasidan qaruvchi avtomat korobkani sug'urib tashlagan bo'lasizlar-da, mexanikani cherezrali tiqqan bo'lasizlar. Xullas, Magic'ni aldayapmiz. Men avtomatman deyapmiz. Tushundingmi? Ha, endi bizga buni antennasi kerak. Hop. Mana bu yerda antennani simi bor. Antennani simi mana bu. Va bularni ham xudo xolasa oxirgi qismda ko'rsatamiz. Hop, antennani bitta ulaymiz-da. Antennani bitta ulaymiz-da. Ishlashini tekshiramiz. Bitta tekshiramiz. Hop, qani? Hop, deganingizdan bildik, o'zbek ekansiz. Endi antennani qo'ydik. Bu yerda shok sensori stekerini hozircha vaqtinchalik tekshirish uchun mana shunaqa tiqib turamiz. Ma'qulmi? Hop, hammasini minimum qilib qo'ygan ekan ukajonim. Buni qanaqadir muammosi bor. Bizi norm bo'lish uchun ikkalovini ham 7 ga qo'yamiz. Mana bundoq qo'yamiz. Hop, yondi. Endi bu labovoy datchigi, to'g'rimi? Labovoy datchigini ham tekshirish uchun stekerini tiqamiz. Naryoq taraf eshikni yopib turishimiz kerak, hop aka. Eshikni yopib turishimiz kerak, hop aka. Ha, jahl qilma lekin ukam. Hop. Endi biz Magic'ni kodirovka qilamiz. Magic pultimizni, ha? Eshikni yopiqmi? Hop, buni shilchoq qilamiz. Zamog'ini knopkani bosib tur deyman, bosib turasan. Boshdan 3 marta zajiganiyani ochib yopamiz. 1 2 3. O chiqildi. O pult chiqildi. O ana tining eshik ochilyapti. Mana ochadiganni bitta bossak. Eshikni bosmay tur, ukajon. Mana shunaqa kunda bilinadi-da, ukachilar. Mana eshikni ochib ko'rsatyapti. Endi bos. Hali ham ochib ko'rsatyapti. Yopildi. Ochildi. Ha? Lekin bizning sentr zamogimiz nimaga ishlamayapti? Chunki mana bu steker joyidan chiqib qolibdi. Ana, endi qara. Bos. Yopildi, jiq qilib to'rttasi knopka bosilgan, shilchoq nima qilingan. Yana bosamiz, ochildi. Endi biz pultdan zavod qilamiz. Mashina xalastoyligini tekshiramiz. 3 4 o'rtaga qaytardik. Xalastoyda turibdi. Endi knopkani qo'yib yubormaymiz ukan. Spokойно, bundoq yumshoq bosib tur. Qattiq bosib qo'lingni qiynama, xo'pmi? Spokойно. O, mujiksan. Endi qaraymiz. Ikkinchi knopkani ushlab turamiz. Avtomatik tarzda nimagadir fayl beryapti bu. Mujiksizlar. O, xo'p. Endi ikkinchi knopkani ushlab turamiz. Yopildi. Xo'p. Nimaga zavod bo'ldi? Minusga tekkizganim uchun zavod bo'ldi, relay ishladi. Hozir bu aslida xalastoy datchigini to'g'rilamasak, skorostda tursa ham yurib ketadi. Lekin biz uni to'g'rilaymiz ikkinchi qismda, xo'pmi? Bu degani Magic to'liq ishladi. Ha? Endi olamizda. Men bu pultdan o'chiraman, mana. O'chdi, endi zavod qilamiz, minusga tekkizmasdan. Ba misoli mashina skorosga urildi deb faraz qilamiz.
Ochdim. Knopkani ushlab turibsan. Yana ikkinchi knopkani ushlab turibman. Jiqqit yopadi. Zajgani yonadi. Bitta harakat qilib ko'radi. Mashina lekin o't olmaydi. Chunki reli minus tok kelmaganiga qo'shib bermayapti. Bu yerda hozir mana harakat qiladi. 3 marta harakat qiladi. Mana chiq qilyapti reli. Ikkinchisini qilyapti. Yana bir marta qiladi-da, keyin avtomatik o'zi zibros beraveradi. Zavat bo'lmaydi. Xalastoyda skorsda turganda xuddi shunaqa bo'ladi har doim. Bizni skorsdachini to'g'rilab qo'ysak bo'ldi. O'zingni ishingni chindan qilasan, maza qilasan-da. Xullas Magikarda, anta kim? Mana shu nechesini-yu? Shuna ochib tashlama, ukam. Bo'ldi, tabloli o'chdi. Bitta ko'rsatamiz. Bu mashina zavat bo'lmadi. Harakat qilib ko'radi. Mana bu tokka minus kelmag, mana bu simga minus tok kelmagungacha zavat bo'lmaydi. Endi biza hozir mana mashina yopiq holatda. Xo'p, men bitta narsa qilay iltimos. Ikkinchini oqlamiz. Bunday qilamiz. Endi biza hozir mashinaga kelib kimdir, например, tegdi. Chilab ketib qoldi. Bu shok sensor. Hali xudo xolasa 3-qismda shok sensorni qanaqa qo'yish ko'rib chiqamiz. Keyin 4-knopkani bitta bosdinglar yoki kimdir kelib sizlarni telefonda chaqirmoqchi. Ya'ni mashinanglarni neto parkovka qildinglar, villatmayman mashinangni. Lekin bunday qilaman desa, faqat mana bu narsamiz именно bu Magikarda ishlamayotgan ekan. Men bor uzr. Sveti ham yonmayotgan ekan. Ukajonim yengga qo'yib beramiz. Antena bo'lmasa, bu kodirovka bo'lmaydi, ishlamaydi. Hozir bitta bosamiz. Yana bitta zo'r narsa, yopgindi. Yopib tursana. Mana. Tasavvur qilinglar, mashinanglarni kimdir kelib ochmoqchi. Bitta qo'yib yubor. Eshigini ochdi. Bo'ldi. Panika beradi, eshik ochiq ko'rsatadi. Sirena ishlaydi. Sirena ulamadi, sirena 3-qismda ulaymiz. Shunda yugurib borishingiz kerak. Imini shunaqa holat bo'lsa, kimdir eshigini ochgan bo'ladi. Borib, bittada qabul qilmaydi, panika qilganda mana ketdi. Endi ochamiz, jiq qilib ochdik. Tushundinglar? Endi xudo xolasa mana shu narsani 0 dan 100 gacha bitta bola qiladi hozir. Kim birinchi qiladi? Ana bola ekan, bo'ldi. Samarqandlik bola qilar ekan. Tushundinglar? Bo'ldi. Xudo xolasa ikkinchi qismni alohida video qilamiz. Hozir sizlar buni xuddi mendagi ulab ishlatib berasizlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Matiz avtomobiliga Magikarni qanaqa ulashni to'liq ko'rib chiqdinglar. Birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism qilamiz. Bu birinchi qism. Bitta playlist, bitta popga saqlaymiz. Comfort Tuning sahifasida Matiz deb yozamizda, keyin ichida Matiz avtomobiliga signalizatsiya qo'yish va hokazo qilib, xudo xolasa, birinchi, ikkinchi, uchinchi qism qilamiz. 3 ta qismga bo'lib sizlarga aniq-taniq ko'rsatib beramiz. Videolarimizni ko'rishda davom etinglar. Xudo xolasa, manfaatli, foydali videolarni ko'paytiramiz. Toshkentdan uzoqda bo'lgan aka-ukalarimiz shu videolar orqali o'zingizlarni tumaningizda, shahringizda Magikarni Matizga qo'yishni o'rganib olsanglar bo'ladi. Sizlardan bitta iltimos, videoga like bosib, kommentda duo yo'llab, hech kimga aytmasdan ham pinhona duo qilib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.